Assalomu alaykum bizni kutganlarga va tasodifan ko'rib qolganlarga. Efirda yana bir bor tili biyron ko'rsatuvi va butun dunyoni bolalar ko'zi bilan, bolalar tili bilan qaytadan kashf qilamiz. Eslatib o'tamiz, bizni ko'rsatuvimizning homiysi Kango saqchlar. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Ha. Nima o'rganib keldinglar bizga? Ser. Qani aytib bering Rayona. Sunnak chaldi nay nay nay. Bugun bayram hay hay hay. Mehr jonim bayramim. Xursand qilar hammani. Hosilimiz ko'p ko'p ko'p. Mehnat qildik hop hop hop. Xirmon to'la don don don. Yopib yeymiz non non non. Egizakmisizlar? Kim birinchi tug'ilgan? Men. Yo'q, senmisiz-ku? Men. Qachon birinchi? Keyin opam, keyin sen, keyin men, oxiriga men bo'laman. Akam-ku? Akam bir, shunda opam 2, men 3, sen oxiriga. Ha? Uyda ko'proq kimni aytgani bo'ladi? Oyim. Yo'q, bizani. Bizani. Uyga kim pul olib keladi? Adam. Qayerda olib keladilar? Ishda Qayerda ishlaydilar? benzin qo'yadilar. Benzin qo'yadilarmi? Bizga nima tayyorlab keldinglar? Men shartanladim. Sizchi? Men bilmayman. Yo'q. Men bilmayman. Men bilaman. Ayting. Faqat ada haqida. Boshladik. Yoshligimga qo'llarimga ko'zmunchoqlar taqib qo'ygan, boshlarimni asta silab, sochlarimni o'rib qo'ygan mehribonim otam, hayotimning bog'bonisiz, men yel bo'lsam osmonimsiz, otajonim jannatimsiz, buzukvorim saddegohim, qiblagohim otajonim. Bu sumkani kim olib berdi? Adam bergan. Siz o'rtog'ingiz bormi? O'rtog'im bor, ha? 3 ta o'rtog'im borda. 3 ta o'rtog'ingiz bor. Siz nimaga meni singlim qaravaydi deyinsa, men birinchi boshlaganim yo'q desam, menda ayb emas, lekin ularda aybda. Menda ayb emas, ularda ayb. Har kuni shunaqa kelaveradi, bizga kelaverar ekan. Nima singlim qaravay deyverasan desa, o'sha uchun nima qilish kerak? Qora demaslik kerak. Singlimga ayting o'sha gapni. Yo, singlingiz aytdimi qoravoy deb? Ha? Gapga tushmaydi. Na, gapga tushunmaydi. Ha, ular nima qoravoymi shunda? Ha, bittasi qop-qora, bittasi opasi ham bor, uning o'rtog'i tiqay yotibdi. Meni bitta o'rtog'im yo'q, faqat singlim bor. Oy, meni kechiring deydi, keyin yana o'sha qilig'ini boshlaydi. Nimaga? Bu tentak kallasi tamom bo'lib ketgan uni. Ha, yosh bola qanaqa tentak bo'ladi? Qanaqa qilib jinlik qiladi u? Qiz bolada u. Ha, qiz bola bo'lsa tentak bo'ladimi? Qiz bola bilan o'g'il bola qo'shilganda mix qilganda keyin boshi tentakka aylanib qolgan. Kulmaydi, kulyapsiz. Ay, qiz bola bilan o'g'il bola urushib mix bo'lib qolgan deyapsiz-ku. Qanaqasi mix bo'lib qoladi? Tentak bo'lib qolganga, bunaqa jinni bo'lib qoladi, qiz bola bilan o'g'il bo'lib qoladi u. Qarang, nimani ko'rib qolsangiz darrov ko'zingizni yashirasiz. Masalan, arvoh ko'rib qolsam, ko'zim mana bundoq qilib oyimni, dadamni chaqiraman. Agar yana bitta uslub bor, agar arvoh kelsa, tepaga qarayman, orqaga qarab arvoh qaramayman-da. Arvoh o'zi nima? Bilmaysan. Yo'q, bilmayman. Hammasi o'ylab topilgan voydumkalar. Voydumkalar. Hammasi Bular voydumkalar. просто ko'rinmaydi. Siz ko'rganmisiz masalan arvohlarni? Adam aytganlar, Endi abayingiz ham sizni qo'rqitish uchun aytgan bo'lsalar kerak-da. Ancha qo'rqoq bola ekansiz, lekin yo'q, просто поверить qildim. Nima, поверить qilaman. Dilnoyoz aka, men sizga savol beraman. Bering. Bilasizmi? Yo'q. Bitta savol beraman. Bo'pti, xohlasangiz ikkita bering. Bitta beraman. Bo'pti, bitta bering. Vaqt ketdi. Gapir. Dono nimadan bo'ladi? Nima deding? Tarjima qilib bering, shahzoda. Eshitmadimmi? Dono nima qiladi, dono? Dono? Pituqiydi. Nima deding? Nimadan bo'ladi, dono? Dono? Diqqat savol aziz do'stlar. Dono nimadan bo'ladi? Dono johordan bo'ladi. Shahzoda bir nima deng o'zingiz? Yoki siz tushundingizmi? Tushundim. Siz don nimadan bo'ladi deyishingiz kerak-da. Dono emas, don nimadan bo'ladi? Dono degan u boshqa so'z. Dono aqlli, dono, ilmli insonlarga nisbatan dono deyiladi. Siz aytgan narsa don. Popcorn nimadan bo'ladi? Johoridan. Johoridan bo'ladi. Siz aralashmang gapimga. Zivachkalar nimadan bo'ladi? Zivachkalar bilmasam nimadan bo'ladi? Zivachkalar magazinchilarcha yerdan teradi chiqaradi zivachkalarni, keyin terisi tozalab yuvadi, keyin mashinaga kango qilib qo'yadi. O'tib kango eng zo'ri. Bu ma'lumotni qayerdan oldingiz?
Qayerda oldingiz? Shu jinnicha telefonlarda ko'radi, YouTube'larda. Siz bormasangiz bo'lmaydimi to'yga? Ha, sunnat to'yimchi? Sunnat nima degani? Sunnat to'y boya pul ko'p beradi-ku, sunnat to'yda video o'ynaydi. Siz bilan nima qilishlarini bilasizmi sunnat to'yda? Ha? Nima qilishadi? Men 11 supa ko'tarar ekan, men o'ynayman keyin pul beradi menga, maza pullar jiyaman-ku. Sizga pullarni shunchaki berishmaydi. Ne? Yo'q. Ha? Men ham jo'ram sunnat to'y bo'lgan. Men nima dedim, tushundingizmi? Sunnat to'y bo'lganda hech narsa qilmagan. Pul faqat yeb ichishga olib bergan. Sunnat to'yda o'g'il bolani Kesaba. kesadi. Siz sunnat bo'lganmisiz yo'qmi? Bo'lganmi? Ha, bo'lganmisiz? Ha? Ha, bo'lgan ekansiz-ku. Kesishganmi? Yo'q. Nima uchun sizni bu ko'rsatuvga taklif qilishdi? Chunki men yaxshi gapirdim. Yaxshi gapirdingizmi? Nima sizga qilmaydi? Oldin ham kelganmidingiz? Rus tilini ham bilasizmi? Yana qanaqa tillarni bilasiz? Ingliz tilini sal bilaman. O'zi yana qanaqa tillar bor? Xitoy bor, arabcha bor, turkcha bor. Eng qiyin til qaysi? Chivalchangni yeydi-ku anshlar. Xitoylar. Ko'rmaganmisiz? Uni qo'yin qurbaqani yeydi. Qirmani sevgilim bor. Sevgilingiz bormi? 5 yoshda-ya? Hali erta emasmi? Kim ismi nima? Igora, oyi. Ha, oyingizmi sevgilingiz? Ha? Necha yoshda? Qo'ldagilar bo'lgan. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz, Ali? Militsiya, bomba otaman. Bomba? Uyni portlatib yuborasiz-ku. Portlab ketsa, bo'ladi. Ya. Militsiyalarda bomba bo'lmaydi-ku. Bo'ladi, men bekitib otar bo'laman. Bombani bekitib otishning imkoni yo'q. Militsiya xonani portlatib yuborasiz. Ha, portlasa qochamiz. Ya, qolganlarchi? Qolganlar o'lib ketdi bo'lsa, Ha, sizni qamab qo'yishsa-chi? qamab qo'ysa chiqib ketiraman. Kaltim bo'ladi-ku. Ha, o'zingiz militsiyasiz-ku aytgancha. Kalitingiz bo'ladi, ha? Ha, keyin sizni hammani oldida quvlasachi? Soldatlar, askarlar quvlasachi? Qolsa ularga bomba otaraman. Faqat bomba otar ekansiz. Siz nima bombachalikmisiz, ey? Siz o'zingizni kontrollировать qila olmaysizmi? Qila olaman. Oyim ham kontrollaymiz qiladi. Oyim aytganlarda sen nima o'ylasang, men uni mana bu yurtimda bilib olaman deganlar. Masalan, nimadir masalan yomon narsalarni aytsang ham mana bu yerda bilib olaman, mana bu yerda bo'ladi shu narsalar menda. Men eshitaman deganlar. O'ylasam ham. Hammasini demak nazoratim ostida degan ekanlar-da. Siz ishonganmisiz shu gapga? Oyimlar Endi nima o'ylashga ham qo'rqar ekansizda. Chunki oyingizni hammasi mana bu yerlarda-ku. Siz o'ylagan narsani oyingiz bilar ekanlar-ku. men baribir o'ylayveraman. O'ylayverasiz. Я же мужик, у меня смелости вот здесь есть. Смелости у меня есть. Xayriyat, xayr. Uyda eng ko'p kim gap eshitadi? Opam. Nimaga? Opam bilan gaplashadi, biz ham gaplashamiz. Ayniqsa akam eshitadi adamda. Qarang, akam tezlar adam yedimadi. Unga ko'ra bitta kunlar bittirdi nima shunaqasiga. Keyin podizga chiqarardilar akamni. Sizlar ham podizga chiqqansizlar? Yo'q, men chiqmaganman. Siz chiqdingizmi? Qo'rqmaganmisiz? Yo'q, chiqmaganman. Chiqmagansiz. Chiqmaganmiz. Chiqish niyatingiz bormi? Yo'q. Nima ish qilib qo'ysangiz, podizga chiqarib qo'yishadi. Qasab ketib, bana mingillasa, shunda chiqmaymiz. Biz kalavatda yo'q deymiz desak. Chiqarib qo'yali bo'lishi, boshqa deydi, men dedim-ki, borsa meni ham chiqarib qo'yali shunaqa. Ikkalinglardan kim ko'proq sog'inadi birinchi bo'lib? Oyim. Oyim. Yo'q, ikkalinglar mana siz umuman boshqa yoqqa ketdingiz, siz bu yoqqa ketdingiz. Biz bir-birimizni sog'inishimiz kerak. Ha, kim birinchi sog'inadi? Men birinchi. Men ikkinchi bo'laman. Men bir. Kim birinchi sog'indim deydi? Men. Men ikkinchi. Sizni anaqa Yusufjon yaxshi ko'rar ekan, qarang, doim ikkinchilikni olyapti o'zi. Men esa yaxshi ko'raman. Ha, yaxshi ko'rasizmi? Bog'chada kimdir urganda, men uni yig'lab yeganda urib tashlaganman. Men o'zi uyda tishlab tashlaysam, qo'limga qachondir tishlab qo'yuvdim.